savolni eshitamiz bolalar. Ikkita qalamni joyini o'zgartiring. Ifodani to'g'rilang. 1 minut vaqt ichida topgan o'quvchiga 50 ming so'm pul mukofoti bor. Ikkita qalamni joyini shunday o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. Malades. Malades shogird. 9, bu 9 emas-da. 9 emas. Osmonga uchdi javob ber. Ha? 50 ga olib Ikkita qalam. 5 ko'paygan 3 teng 81. Ikkita qalamni joyini shunday o'zgartiring, ifodani to'g'rilang. Yo'q. 3 kara 5 qanday 51 bo'lyapti? 81 ha? Ha, 51. xo'sh. Nima bu? 13 kara 5 51. 13 kara 5 13 kara 5 65 bo'ladi. Chiqadi deb menga. Hal to'g'ri qo'yinglar. va qo'ying. Nima aytdi? Ulashga aniq beryapsizlar. Xo'p, topa olmadinglarmi bolalar? Yana 15 sekund. 3 ko'paygan 5 teng Hali ikkisiga 81. Xudo berdi. Shogird nima bo'ldi?